Dizaynerlarga kopiya qilish foydalimi yoki zararlimi? Ya'ni birov chizgan ishidan qarab chizish yaxshimi yoki yo'qmi? Siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ungacha to'g'ri javobga o'tamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, boshqalarning ishidan qarab chizish bu noto'g'ri deb, lekin bitta haqiqat bor. Har bir kuchli rassom va dizayner bir payti kopiya qilib o'rgangan. Chunki kopiya ishlash sizga qo'lingizni o'rgatadi, detal, proporsiyalarni va kuzatuvchanlikni oshiradi. Ya'ni chizayotgan narsangiz siz uchun begona emasdek, ya'ni siz faqat shunchaki o'rganasiz, ya'ni qo'lingizni harakati bilan o'rgatasiz. O'rganish uchun kopiya foydali, chunki kiyim harakati, mato yo'nalishlarini, chizilishini o'rganib olasiz va bu sizni rivojlantiradi. Kopiya ishlang, lekin har safar o'zingizga savol bering. Bu narsadan nima o'rgandim? Kiyim formasini chizish o'rgandingizmi? Shim chizishi, kostyum, aynan rang uyg'unligini o'rgandingizmi? Har doim chizayotgan narsangizdan nima olishingizni o'rganib oling. Abituriyentlar uchun eng kerakli joyi ham foydali, ham zararli joy bo'lishi mumkin. Agar siz har doim telefondan qarab chizishga o'rganib qolsangiz, birdaniga ijodiy imtihonda telefon mumkin emas, sizda shablon bo'lmaydi va qaramasdan chizishga to'g'ri keladi. Shu narsa sizni minusga olib kelishi mumkin. Lekin siz kopiya qilib va undan keyin o'sha kopiyani qaramasdan chizishni o'rgansangiz, ijodiy imtihonda sizga bu foydaga bo'ladi. Eng zo'r yo'li kopiya qiling, uni o'zgartiring va o'zingizdan yangi variant qilib yarating. Haqiqiy dizayner faqat chizadigan emas, balki o'z fikrini chiza oladigan insondir. Siz kopiya qilib nima chizishni o'rgandingiz? Agar siz ham eskizni to'g'ri metod bilan o'rganmoqchi bo'lsangiz, adminga murojaat qiling. Bu videoni kimga yuborishi bilasiz, foydali videolarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.